بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. İstiqlaldaki qarindoshlarga rahmat aytamiz. Chiroyli yaxshi hazırlabdı. Allah ajr azimat qilsin. Qarindoshlar, endi musajanni bariin jihodiy harakatininki jarayonini xotirasini qisqacha so'zlab o'tishini umid qilaman. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Biz bugun bu yerda yana bundan 23 yil ilgari vatanimizning Bariin yerida Xitoy ishg'oliyatiga qarshi qurolliq jihad elib borgan va shu jihad maydonida shahid bo'lgan qarindoshlarimizni eslab o'tiryapmiz. Men bu munosabat bilan shu Bariin inqilobiy jihad harakatiniki qanday boshlanganligi va uning qanday oxirlashganligi to'g'risida tayyorlab kelgan maqolamni sizlarga o'qib bermoqchi. 1990 yılı 4. ayının 5. günü Aqtun nahisinin Bariin yerida Qo'mondan Zeydin Yusufning boshchiligida vatanni ishg'ol ostidan qutuldirish, Xitoy kommunist hokimiyatini og'dirib tashlab, Şərqى Turkiston Islom Cumhuriyeti qurish maqsadida keng ko'lamli qurolliq bir jihodiy harakat olib berildi. Zeydin Yusufning boshchiligida Bariin yerida 200 dan ortiq yoshlar dastlab qadamda jam bo'lib ol bilan Şərqى Turkiston Islom partiyasi nomida bir tashkilot qurgan va bu tashkilotning g'oya maqsadlarini belgilab, qaror olgandan keyin qurolliq jihodiy harakat qilishni va vatanni ozod qilib Şərqى Turkiston Islom Cumhuriyeti qurishni maqsad qilgan. 1990 yılının 5'ida Şərqى Turkiston Islom partiyasi Jamal Muhammadning uyida bir qatim partiya yig'in ochib, xizmatlarni maxsus muhokama qilib o'rinlashtirgan. Yani 2. ayının 5'ida Say masjidi degan yerda 2 qatim yig'in ochgan. 3. ayının 15. günü Maqta qo'shmoq degan kishining uyida 3. qatim yig'in ochib, qurol yaroq, o'q dori tayyorlash masalasi bilan intizom masalasini muzokara qilgan. Maxfiyatlikni qattiq saqlash kerak. Kim maxfiyatlikni oshkorlab qo'ysa, uni butun oilasidagilar bilan qo'shib o'ldiritish kerak deb belgilagan. 3. ayning 25. kuni Say masjidida 4. qatim yig'in ochib, qurolliq harakatning ko'nkurt tashkili apparati va ish taqsimotini muhokama qilib, shaxslar bo'yicha aniq vazifa taqsim qilingan. Taqsimot bo'yicha Zeydin Yusuf, yana bir ismi Zeydin Qori, Allah rahmet qilsin, shu chog'da 26 yosh, Bariin jihad harakatining bosh qo'mondoni. U 1989 yildan boshlab Bariin yerida maxfiy holda Şərqى Turkiston Islom partiyasi nomida tashkilot qurib, ko'p sonda yoshlarni u tashkilotga maxfiy holda a'zolikqa olgan. Qurol yaroq to'plab mujohidlarni harbiy mashqlantirgan. Abdug'ani Tursun jihodiy harakatining muavin bosh qo'mondoni, qo'shimcha moliya mas'uli bo'lgan. Jamal Mehmet qurolliq harakatining muavin boshlig'i. Ishaq O'shur qurolliq harakatning orqa sep ta'minot qo'mondoni. Abdurahim Tursun ushur aloqa mas'uli. Mehmet Turdi qatnash qo'mondoni. Ahad Tilvaldi mujohidlarning 1-to'pining qo'mondoni. Turg'un Ishaq 2-to'pining qo'mondoni bo'lgan. Tashkilotning butun harakat mexanizmi sizlab vazifa taqsim qilingan va tayyorlik bitgandan keyin harakatni rasmiy boshlagan. 4. ayning 5. günü 500 dan ortiq mujohid yoshlar marhum Zeydin Yusufning qo'mondonligida ishg'olchi Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi qurolliq jihad harakatini boshlagandan keyin bu harakat Şərqى Turkiston xalqining ozodlikqa intilish irodasini texnik kuchaytgan va shuningdan buyon Şərqى Turkistonda Xitoy ishg'oliyatiga qarshi har xil shaklda qarshilik ko'rsatish harakatlar hozirgacha davom qilib kelyotdi. Bu harakat Şərqى Turkiston xalqining uyg'onganligini, Xitoy ishg'oliyatini hargiz qabul qilmaydiganligini, hur mustaqil yashash irodasining mavjudligini Xitoyga va dunyoga ko'rsatdi. Bariin jihad harakatining qandaq boshlanganligi to'g'risida to'xtalish kerak. Bariin va Şərqى Turkistonning shu chog'dagi vaziyatga ko'z yugurtish to'g'ri kelganda, Xitoy kommunist ishg'olchilari Şərqى Turkistonni 1949 yil besib olgandan boshlab Şərqى Turkiston xalqining dinini, tili, milliy
milliy madaniyatini assimilyatsiya qilishga boshladi. Milliy yodgorliklarni vayron qildi. Go'mindan qoldiqlarni tozalab bo'lib chiqib ketamiz deb yolg'on va'da bergan aldamchi Xitoylar oq ko'ngil xalqimizni aldab, hech qanday qurol kuchiga tayanmasdilla ilgirlik bilan Sharq Turkistonni ishg'ol qilib oldi. Agar u davrda qurol kuchi bilan ishg'ol qilishni maqsad qilgan bo'lsa edi, urushda cho'qim mag'lub bo'lib ketish aniq edi. Chunki u davrda Sharq Turkistonning butun bir milliy qurolliq muntazam armiyasi bor edi. Baydixon Pomsha degan nom ostida kishilarning mol-mulk, uy makonlarini tortib oldi. Kommunlar degan nom ostida insonlarni haqsiz ishlatib aram bermadi. Diniy olimlarimiz va ziyolilarimiz turmaga qamaldi yoki o'ldirildi. Insonlarimiz ig'ir emgaklarga silinib, hayvondan battar xo'rliqqa uchirdi. Kamsitildi, ishlagan haqqini berish uyoq tursin, och yalang'och tashlab qo'ydi. Nurg'un insonlarimiz ayni zamonda ochlikdan o'lib ketdi. Madaniyat zo'r inqilob degan bu nom ostida nurg'un tarixiy yodgorliklarni, tarixiy asarlarni ko'ydirib vayron qildi. Olimlarimizni yo'q qildi. Xitoy Sharq Turkistonda milliy, diniy, madaniyat jihatda assimilyatsiya qilish siyosati yurgizib, Sharqiy Turkiston xalqiga ig'ir darajada zulm qilib keldi. 1980-yillardan keyin Xitoy kommunist ishg'olchilari o'tmishdagi xatoliklarni tunib yetdi va insonlarga biroz kengchilik bergan bo'ldi. Sharqiy Turkiston xalqimi bir nafas olgan bo'ldi. Bu jarayonda Xitoyning turmalarida yetayotgan diniy va fanniy olimlarimiz qo'yib berildi. Qog'liqda olimdan o'tgan ma'rifatparvar diniy olim marhum Abdulakimxon Maqsumajim qatorliq olimlar turmadan chiqqandan keyin xalqimizga ilm ma'rifat o'rgatishga boshladi. Milliy oqartish harakatlari ilib berildi. Nurg'un yoshlar diniy, milliy ong tushunchaga ega bo'ldi. Nurg'ulg'an yoshlar vatanparvar, taqvo musulmon bo'lib yetishib chiqdi. Xalq orasida islomiy uyg'unish paydo bo'ldi. Mushundaq bir vaziyatda, ya'ni 1980-yillarning oxirlarida Xitoy tug'i cheklash siyosatini yurgizib, 2 dan ortiq farzand ko'rishni chekildi. Bu siyosatga bo'ysunmaganlarning buvoqlari 8 yoki 9 oylik bo'lgan bo'lsa-mu, onaning qursog'ida majburiy tushirib etildi. Dunyoga ko'z ochmagan nurg'un buvoqlar onaning qornida turib o'lib ketdi. Xitoy ko'chmanlarini yo'tkab Sharq Turkistonga yerlashtirishga boshladi. Xitoy yana Uyg'urlarga besim va zulm qilishga boshladi. Bu naqchilik ichida turolmagan qalbi o'yg'oq bir turkum yoshlar 89-yili marhum Zaydin Yusufning boshchiligida Sharqiy Turkiston Islom partiyasini qurib chiqdi va Xitoy ishg'oliyatiga qarshi qurolliq harakat qilish uchun tayyorlik qildi. Qashqar va Barinda jami 5 qatimliq yig'in etish natijasida ham tashkilot ham qurolliq harakat planini muzokara qildi. Shuning bilan 90-yil 4-oyning 5-kuni Aqto'ning Barinisida Xitoy ishg'olchilariga qarshi rasmiy qurolliq harakatni boshladi. Bu jihodiy harakat mundaqla tasodifiy chiqib qolgan bir qo'zg'olon bo'lib qolmasdimki, shu davrning sharoitiga xos qurollar bilan qurollangan muntazam askarlari bilan bir harakat, muntazam askarlari bo'lgan bir harakat edi. Bu jihodiy harakatga qatnashuvchilarning ko'p qismi Barin xalqidan tashkil qilingan bo'lsa-mu, Qashqar, Xotan, Qog'liq, Yakan, Yengsar, Kucha va G'o'lja, Oqsuv qatorliq shaharlardan kelib qatnashgan yoshlarni o'z ichiga olgan. Bu harakat yalg'iz Barinni sig'lab emas, balki butkul Sharq Turkiston xalqiga vakillik qiladigan muhim bir harakat edi. Barin qurolliq harakatining asosiy maqsadi vatanimiz Sharq Turkistondan Xitoy ishg'olchilarini qo'g'lab chiqarib, vatanni ozod qilish va Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurishdan iborat. Bu yerda ta'kidlash tegishli nuqta shuki, Barin mujohidlarining Sharqiy Turkiston Islom partiyasi nomida tashkilot qurganligini va Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurishni maqsad qilib, qurolliq jihodiy harakat qilganligini qabul qilmaydigan ko'z qarashlar mavjud. Ammo bularning ishonchli va to'g'ri ekanligini isbotlaydigan hayot shohidlar hozirmi yashayotdi. Bu vaqtda hatto dushmanimiz Xitoy kommunist hokimiyatimi Barin mujohidlarini ayblab yozgan ularning shu nomda tashkilot qurganligini va Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurishni maqsad qilganligini tilga olgan. 1990-yillarda Sharqiy Turkistonda qon ichib yurgan Jallod Sunxanliyang Barin inqilobiga aloqador bir kitob nashr qildirib, Kompartiya a'zolariga maxfiy tarqatgan bo'lib, bu hujjatlik maxfiy kitobda Barin jihodiy harakati to'g'risida to'xtalib, Barinda yuz bergan bu harakatning tashkillik, planliq, maqsadli holda elib berilganligini, maqsadining Kompartiyani og'dirib o'rniga Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurishni maqsad qilganligi yozilgan. 4-oyning 5-kuni yana Barinda yezliq hukumat binosi va quruvsini egilab bostirishga kelgan Xitoy askarlari bilan qattiq jang qilgan. Yani biraz atlab o'tib ketdim, chunki boshlanish nimalari qisqartay dedim-da, vaqt bir yer berib qoldi. 4-oyning 6-kuni sahar soat 4:30da 400 dan ortiq zamonaviy qurollangan Xitoy askarlari hujumga qilgan. Arqadan yana 10 necha ming muntazam Xitoy armiyasi kelgan.
havo armiyasi, Bingtuan topçu qismlari, tank qatarlıq ağır qurallar bilan qurollangan harbiy qismlar bo'lib, jami 18 ming harbiy va saqchi qismlari bu harakatni bostirishga qatnashgan. Ko'p sonda Xitoy va milliy munofiqlar Barin mujohidlar tarafidan o'ldirilgan, lekin dushmanning kuchi nihoyatda zo'r bo'lib, yordamsiz qolgan mujohidlar jangning 2-kuni, yana 6-aprel kunida 48 kishini shahid bergan, 193 kishi yaralangan, 30 kishi tutqun qilingan. 10-aprel atdigan soat 3:30gacha bo'lgan qarshilik janglarda yana 59 mujohid shahid bo'lgan. 7 kishi og'ir yaralanib, asirga tushib qolgan. Chekinayotganlardan 200 netisi tutilib qolgan. Jami 5 kunlik qonliq jangda 107 kishi shahidlik sharofatiga erishgan. Ularning orasida qo'mondan Zaydan Yusuf, Ishaq Ushur, Muhammad Turdi, Muhammad Tursun qatorliq rahbarlar bor ekan. Akkun Xitoy Sunxalyang nashr qildirgan kitobda yozilishicha, Barin inqilobi qatnashgan Uyg'urlarning soni 500 deyilgan. Uningdan 170 kishini etib tashlaganligini, to'plam 289 kishini tutqun qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, Xitoy askarlaridan qancha kishining o'lganligini yoshirgan. Ko'zi bilan ko'rgan shohidlarning bildirishicha, Barindan Qashqarga 10 dan ortiq mashinada bir qancha kun Xitoy jasadlarini to'shiganligini ilgari surgan. 500 kishilik Barin mujohidlarga qarshi Xitoy hokimiyati bu urushga to'plam 22454 qurolliq askar qatnashtirib urushgan. 4-oyning 5-kundan 10-kuni soat 3gacha qattiq davom qilgan. Yana bu qatimqi urush 5 kecha kunda davom qilgan. 500 mujohid Xitoyning 22 mingdan ortiq askarlari bilan 5 kecha kunduz urush qilgan va oxirida taslim bo'lmay shahid bo'lgan. Allah Taalaning Qur'on Karimda haqiqiy mo'minning qandoq bo'lganligini sifatlab mundaq degan: "Shubhisizki haqiqiy mo'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonda shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymoni davosida rostchilardir." Barinda shahid bo'lgan bu mujohidlarimiz mana bu oyatda Alloh rostchilik bilan sifatlagan haqiqiy mo'minlardir. Islom dini va musulmonlar ularni mushundaq sifatlaydi. Ular haqiqiy mo'min va haqiqiy shahidlardir. 1990 yil 30 avgustda zolim Xitoy kommunist hokimiyatining soch amaldorlari Barin mujohidlardan Sulaymon Supi, Qurbon Muhammad, G'upur avvallarga o'lim jazosi bergan. Ahmad Muhammad, Turg'un Xo'ja, Ahad Hasanlarga yana o'lim jazosi berib 2 yil kechiktirib etishga hukm chiqargan. Jamal Muhammad qatorliq 5 kishiga muddatsiz qamoq jazosi bergan. Shu chaqda jami 103 kishi jazo hukm qilingan. Zolim Xitoy tajovuzchilari Barin harakatiga yordam bergan va hesdashlik qilgan degan tuhmatlar bilan Qashqar viloyatida 10 noya shahardan 2000 dan ortiq Uyg'urni yo'lsiz qamoqqa olgan. Barin yesini xaroblikqa aylantirib o'tgan. Xitoy jallatlari hatto Beshikdagi buvoqqa o'q yog'dirgan. Bu voqeadan keyin Xitoy ishg'olchilari harbiy qism saqchi jandarma va Bingtuanning 6 diviziya askarlarini harakatlantirib, Qashqar, Otush, Xotan va Aqsu viloyatlarini uzun muddat muasir ichida tutgan. Dushmanning qurolliq jihatda kuchli bo'lganligini, dushman bilan harbiy jihatda teng emaslikni bilib turib boshlangan bu harakatning 2 sababi bordir. Birinchi sababi dushman kuchiga taqobil turish uchun iymoniy kuch, zulmga bosh egmaslik, mustamlikni qabul qilmaslikdan iborat ruhiy jasoratdan olgan. Yana bir tarafdan bu harakat belgilangan muddatdan burun boshlangan. Ya'ni Baringa to'plangan mujohidlar Xitoyga qarshi jihodiy harakatni boshlashdan ilgari qurol-yarog, iqtisod va ot to'plash tayyorlik olib berish jarayonida pash bo'lib qilib, harakat belgilangan muddatdan ilgari boshlashga majbur bo'lgan. Barin yesiga qo'shni bo'lgan Yangisarning Agus yesida Danish ismli bir kishining etini sotib olish uchun etini sotib berishga talab qilganda, mazkur kishi etini sotib berishni rad qilgandan keyin talash tortish bo'lgan. Keyin mazkur Danish ismli xoin ularning maqsadini bilib qilib Xitoy saqchilariga ma'lum qilgan. Shuning bilan Barin mujohidlari urush tayyorliqqa to'liq bitmagan bo'lsa-mu, muddatdan burun qo'zg'alib, yana 4-oyning 5-kuni qurolliq harakatga o'tishga majbur bo'lgan. Barin jihad harakati tashkillik va muntazam uzul kesil ilib berilgan bu harakat Şərqى Türkistan xalqining ozodlikqa bo'lgan umidvorligini kuchaytirdi. Barin mujohidlari Şərqى Türkistan xalqining ishg'olchi Xitoyning ishg'oliyatini qabul qilmaydiganligini va zulmga bosh egmaydiganligini ko'rsatdi. Bu inqilob Xitoyni qattiq sarosimaga soldi. Chunki bu qatimqi jihodiy harakat va inqilob Xitoy Şərqى Türkistonni ishg'ol qilganligidan beri Xitoyga berilgan ajallik bir zarba edi. Barin jihad harakati Şərqى Türkistan xalqining 200 yildan beri Xitoy ishg'oliyatiga qarshi elib berayotgan ozodlik harakatlarining davomi va eng muhimi edi.
Барын qurolliq harakati Şərqi Türkistanның бүткүл şəhər rayonlarına təsir göstərdi. Bu hərəkət Xitayның işğalı ostidagi Şərqi Türkistan xalqini g'aflat uyqudan uyg'otdi. Kimning do'st, kimning dushman ekanligini tunutdi. Ozodlikqa, hurlikka intilish, ishg'olchiga qarshi turish irodasini kuchaytdi. Ishg'olchi zolimlarga qarshi g'azab nafrat o'ti lavuldab yondi. İşğalçı Xitaylar bilan Şərqi Türkistan xalqı arasında do'st bilan dushman, zolim bilan mazlumdan iborat ikki saf ayirish vaziyati shakllanadi. Bu harakat yana xalqaro zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lib, vatan sirdidagi 1934-yildan toki 80-yilgacha bo'lgan oraliqda chet ellarga ketishga majbur bo'lgan muhojirlar 92-yil dekabrda Turkiyaning Istanbul shahriga jam bo'lib, Şərqi Türkistan milliy qurultayini qurishga turtki bo'lgan. Ya onun da başqa yana Şərqi Türkistan İslam Partiyasının qaytadan qurilib, vatan içi və sırtida küçüyüşü, Müslüman Şərqi Türkistan xalqının Xitay təcavüzüge qarşı cihadi hərəkət səpinin kengayishiga, haqiqatni chuqum g'alaba qilishiga bo'lgan ishonchining küçüyüşüge vesile bo'lgan. Şərqi Türkistan xalqının təcavüzçü Xitaylarni jazman qo'llab chiqarish, ozodlikni qo'lga keltirish, xalqimizning dunyo va oxiratdagi baxt saodatini qo'lga keltirish uchun adoqqicha kurash qilganligini namoyon qilgan. Bari'n jihadi Xitay təcavüzçilərə qattiq bir zərbə vurdu. Bari'n jihadi axırlaşqan bolsa-mı, Şərqi Türkistanda Xitayga qarşı qarşılıq göstəriş hərəkətlər toxtamay davam qılmaqda. Bari'n jihad hərəkətindən ilham alğan cəngvar Uyğur fidayiləri Xitayga qarşı əməli hərəkətə ötdü və ötüyotudu. Xalqımız ta hazırgacha Bari'n hərəkətində fidakarlıq göstərən mücahid qəhrəmanlarımızdan ilham alıb, Xitay işğalçılarına qarşı oxşamagan usullar bilan qarşılıq hərəkətlərini davam qılyotudu. İşğaliyat hərgizmi qəbul qılınmaydı. Zulm hech qachon davam qılmaydı. Qudratlik Allah tarixdan buyon dunyoda zolimlik qilganlarni boshqalarga ibrat uchun mushu dunyoda jazolab kelyotidi. Şərqi Türkistanda Xitay zulmi, Xitay işğalı cho'qim yo'qaydi. Zalimlar jazosini tortidi. Ko'k bayroq Şərqi Türkistan osmonlarida lepildaydigan kunlar keladi. Xalqimiz ozodlikqa erishidi. Bu arzu istaklarim bilan so'zimni oxirlashtiraman. Meni sabr qilib anglab berganinglar uchun hammalarga rahmat. Alloh razı olsun. Hadal Qur'an yuwahhiduna li tariqil khayr yuwajjihuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي